Non eti ernäden xotin-qizlarimiz uchun 100% o'xshab chiqadigan, yumshaqqina bo'lib chiqadigan baton nonlarini pishirishni ko'rsatib o'taman. Bizlarga kerak bo'ladigan mahsulotlar: холодильнигingizda shunda ojib ketgan qatiqingiz bormi, chirib tushgan sutingiz bormi, ketaveradi. Hech farqi yo'q uni. Ojigan, chirigan bo'lsa ham baton nonlarida bilinmaydi. Topgan narsangizni solaverasiz. Qizdirib olib, bir qoshiq dro'jja, bir qoshiq shakar, bir qoshiq tuz solasiz, ozgina o'simlik yog'i solasiz, margarin bo'lsa margarin solasiz. Ichine tuxum solsangizam bo'ladi, lekin men solmadim. Shart emas tuxum solish. Qo'lga yopishar yopishmaydi, xamir qarasiz, yopishsadan bo'ladi. Yumshoq xamiringiz nechakli yumshoq bo'lsa, baton nonlaringiz ham shunchakli yumshoq bo'lib, воздушный bo'lib chiyishib chiqadi. Yine xamirimizni ojitib oldik. Bir soat ojishga qo'yamiz. Keyin xamirimizni bir zuvalatib, ullatib yoyib olamiz. Ruletda etib beklaymiz-da, ikkiga bo'lamiz. Ikkiga bo'lmasangizlar ham bo'ladi. Mana pechkamni listlari kichkina bo'lgani uchun ikkiga bo'lib oldim. Keyin ustidan iz tushirib olamiz o'tkirroq pichoq bilan. Shunday shakl berib olamiz. Shunda haqiqiy original batonlar o'xshab chiqadi. Yaxshilab kesib olgandan keyin tuxumni sarisi bilan hammani surtib chiqamiz. Yaxshilab tezlargacha surtish kerak. Bo'lmasa chishgandan keyin tuxumimiz sarisi surtilgan yeri qip-qizil bo'lib, oralari oq bo'lib turadi. Ho'sh chiqmaydi keyin. Tayyor baton nonlarimizni yarim soatda issiqroq joyga ustini klonga bostirib, damini olish uchun qo'yib qo'yamiz. Yarim soatdan keyin chishib, yumshaqqina bo'lib turadi. Batonlarimiz chishgandan keyin ustidan tuxumni sarisini hammani yedirib, yaxshilab surtib, bezak uchun oq kunjutdan yo bo'lmasa qora ziradan foydalanishlaringiz mumkin. Menda qora zira bo'lmaganligi uchun oqni ishlataverdim. Oqindan menimcha xushroq chiqsa kerak. Keyin 180 gradusda qizdirilgan pechkamizga 40 minut davomida pishirishga qo'yib qo'yamiz. Jonli qo'ysangiz ham ichi pishmay qolishi mumkin. Shuning uchun 150-180 gradusda qo'ysangizlar ham bo'ladi. Yine ko'rib turibsizlar, baton nonlarimiz ham qip-qizil bo'lib, xushroq bo'lib chiqdi. Ichlari воздушный, yumshoq.